Dersimizi davamlaştırmamız hürmetli vatandaşım. Payinçanlı'nın yani Cungo'nun ikinci kolu Harbiy Komitetinin ikinci kolu reisi. Payinçanlı'nın Cenubi Deniz takım arallarına yetip gelişi Cungo Amerika işki devletinin elişine, karşılışını örültüp etti. Mavzulu haber 4. ayının 17. gün Dovitor biti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Eğer hatalaşmasak, Payinçanlı'nın Cenubi Deniz takım arallarına yetip gelgen yukarı derecelik her bir emeldardır. Cungo armiyasının yukarı derecelik emeldarlarının halkara cemiyet kızgın talaş tartışkılıp atkan aralga. Amerika Koşmuş Ştatları özlüksüz besim işiltip atkan Cenubi Deniz meselesiga münasebetlik Cenubi Deniz'e yetip gelişi, arallığa yetip gelişi, bunun ehmiyeti adetten taşkırıdı değildi haberde. Karışımca Payinçanlı'nın bir grup emeldarlarına başlap Cenubi Deniz'de Cungo yasıp algan arallığa ve hadataşlığa yetip gelişinin tüpki sebepleri tüvendeki 4 türlükten ibaret. Tüvendeki 4 türlükten ibaret. Birinci, egilik hukuk jakarlaş. Cungo bu arala bizning dep nemi desi desin, Amerika başçılığındaki alakadar devletle bu arallarını talaş tartış buluvatkan aralla dep eytip kelivatıdı. Cungo mening desin, egilik hukukum var desin bu arallaga, lekin Amerika Koşmuş Ştatları başçılığındaki bir qancha devletle bu aralla talaş tartış buluvatkan aralla dep eytip kelivatıdı. Körünüşke asker turguzuşqa buludu. Lekin bugün onun oxşamaydı. Bugün bu yerge avarayı ölçeş merkezi Mayak Monaret degendek bir nimeler kuruldu. Muşundak bir vaqtı Cungo armiyasının yukarı derecek bir nefer emeldarının bu arallağa yetip gelişi zorluk bilen egilik hukuk jakarlaş hareketi deyişki buludu. Mundaq hareket bolgan iken kim bu territoriyaga tajavuz qilib kirishki bolmaydi deganlikdir. Muşundaq egilik hukuk jakarlash bo'ladi ekan hech kim yoki kim bu territoriyaga tajavuz qilib kirishki bolmaydi deganlik hech bolmaganda Jungoning nazarida shundaq deganlikdir. İkinci, iradan aşkarlaş. Cungo hükümeti Cungo armiyasının Cenubi Cungo deniz meselesinde pozisiyası intayı aniqtaydi. Yuqur derecelik harbiy emeldarlığın bu arallığa yetip gelişi alakadar taraflarga Cungo armiyasının iradesini körüstüp koyganlıqdır. Üçüncü, Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Müdafiə Ministerliğinin ministeri Ashton Carter'ın faaliyetlerine karma karşı faaliyet kılganlıqdır. Mesela bu aralığı bu yerlerge Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Müdafiə Ministerliğinin ministeri Ashton Carter kelgen idi. Şunu Cungo'nun yukarıdaydık her bir emeldarının burayın bu yerge yetip gelişi bu aralığı yetip gelişi. Belki minister Ashton Carter bilen karşılaşkanlık veya şunun faaliyeti karşı faaliyet kılganlık dep atılıdır. Hemimizge ma'lum ki bir neçe gün burun Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Müdafiəsi Ministeri Ashton Carter'ın Cungo'nu ziyaret kılış planını emelden kaldırganlığı doğrusu da Amerika matbuatları hedef meşgul buldu. Devlet Müdafiə Ministeri Ashton Carter'ın Hindistan'ı, Filipin'i ziyaret kılışı özgürüş bolmadı. Oxşaşlı vaxt içinde ziyaret kılalı. Oxşaşlı bir vaxt Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet Müdafiə Ministeri Ashton Carter 4. ayının 15. günü Stennis belgili avamat günü ziyaret kıldı. Şüphesiz ki Minister Ashton Carter'ın hareketleri Cungo'ga besim peyda kıldı. Yaki Cungo'nun nazarında bizge bu besim işletkenlik buldu dep qaradı. Şüphesiz ki Minister Ashton Carter'ın hareketleri Cungo'ga besim işletkenlik değildi haberde. Başka devletlerin Cungo bilen karşılaşıqı rağbetlendiriş idi bu iş değildi haberde.
Cungo'nun yuqori darajalik harbiy amaldori bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaasi ministrligining ministri Ashton Carterning o'xshashli bir vaqtda degidek Janubiy Jungo dengizini ziyorat qilishi Amerika va yana boshqa aloqador davlatlarga Jungo Janubiy dengiz masalasidan bu strategik xarakteriga murassaga o'ltirmaydi deb bildirib qo'yishdi. Şu narsa muqimlashtirishga bo'ladiki, deyildi xabarda. Jungo har qanday ig'vogarchilikka cho'qim zarba berdi. Xo'sh, siz Jungo boshqalar ig'vogarchilik qildi deydi ekansiz va zarba berdi ekan, boshqalarmi xuddi sizga o'xshash sizni ig'vogarchilik qildi deydi, zarbaga berdi. Oxir bu to'qinish qilsa qanday qilasiz Jungolar qapanda? 4. Yetti davlat guruhi tashqi ishlar ministrlarining dengiz okean bexatarligini qo'g'dash bayonotini. Bu bayonot va bu bayonot qarshi uchun Panchanglang Janubiy dengizda orollar va hada tashlari ko'zdan ko'chirdi. Xabarda bunda ko'rsatildi. Biz bilamiz deyildi xabarda. Biz bilamiz deyildi xabarda. Bir necha kun burun yetti davlat guruhi tashqi ishlar ministrlari Yaponiyaning pilallashasida deydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining orqada turib bexatarlik qonun bayonotini imzolash to'g'risida rag'batlantirish ostida deydi. Boshqa davlatlarning sukut qilishi bilan Janubiy dengiz va Sharqiy dengizga qaratilgan bayonot Yaponiyada o'tirib chiqdi. Yetti davlat guruhi tashqi ishlar ministrlarining bayonoti Yaponiyada o'tirib chiqdi. Dengiz okean bexatarligini qo'g'dash bayonotining teguvchi bevosita Jungoga qaratildi. Jungo bu bayonotda qattiq tanqid qildi va noroziligini ifodaladi. Hatto aloqador davlatlarning Beijing turishliq bosh elchilarini chaqirtib ko'rishdi. Bayonot e'lon qilingandiki, yetti davlatdan Beijing turishliq bosh elchilarini chaqirtib tashqi ishlar ministri ko'rishdi. Jungoning bir balvoq bir yo'l strategiyasidagi bir yo'l Janubiy dengiz bu siyosatning keyingi taqdiridir. Yoki bu siyosat bir yo'l siyosati dal Janubiy dengiz siyosatining kekirtigidir. Bo'g'valg'ili bo'lgan kekirtigidir. Jungo Janubiy dengizga erishadigan bo'lsa bir yo'l, o'ngishli yo'l bo'ladi. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari Janubiy dengizni tamom kontrol qiladigan bo'lsa, Jungoning bir yo'l strategiyasi yo'q chiqadi. Jungo Janubiy dengizga erishadigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlarining Janubiy Jungo dengizida kontrol qilish iqtidoriga zarba bergan bo'ladi. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari Janubiy Jungo dengiziga erishadigan bo'lsa, kontrol qiladigan bo'lsa, dengiz yuzida Jungoni bevosita qo'rshovga olgan bo'ladi. Shunga Janubiy dengiz Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungodan iborat bu ikki cho'ng davlatning o'rtasida hozir talash-tortish bo'lib o'tgan rayonda deydi. Dovi Torbeti o'zining yozgan xabarida. Demak, o'tganda biz dedik, Janubiy dengizga kengayish Jungoninki Haris apandi nima dedi? Mo'sha dengiz okean hukmronlik qilish yoki bu yerda zo'magarlik qilish o'ylashyapti Jungo dedi. Shunga bu rayonlar kengaymichilik qilyapti dedi. Demak, agar Xitoyning nazari yoki Xitoyning maqsadi, Xitoyning ko'rgan tushi shundaqli bo'ladigan bo'lsa, u holda kimdan og'rinqiliq? Hech kimdan og'rinqiliq bo'lmaydi. Mayli Yaponiya, mayli Amerikada og'rinish bo'lmaydi. Sababi Yaponiya, Amerika qatorliq davlatlarning bu rayonda manfaati bor.